eringiz xiyonat qilyaptimi? Demak, siz ham unga xiyonat qilyapsiz. Hayollaringizdami, qulog'ingizdami yoki so'zingizdami? Buni to'g'irlashingiz kerak, chunki halollarga halollar, haromga haromlar deyilgan. Shu so'zni qabulimga kelgan bir Nuryuzligim aytgan paytida men shokda qolganman. Ya'ni meni yorimni xiyonatida, yorimni yomon yo'lda yurishida men aybdor ekanman. O'zimni qanchalik izlasamda, qidirsamda topa olmadim. Shu kursda o'qidim. Ya'ni kursda shunaqa ma'lumot berilyaptiki, borgan sari o'zimni aybdorman, gunohkorman deb qaytinga motivatsiyam tushib ketib, depressiyaga kirib ketdim. Men charchadim deb qabulimga keldi. Mana shunaqa deb ayollarning aqlini gangitayotgan aqllilar diqqatiga, birinchidan, shaxsning xatosi, gunohi uni o'zi va Robbisi o'rtasidagi imtihon. Ikkinchisi, bitta shaxs, bir inson, ya'ni ayol sifatida erini hamma hayotiy tajribalariga bir ayol aralasha olmaydi. Yana bitta faktni aytmoqchiman. O'zi hayotda yoriga nisbatan o'ta sadoqatli, o'ta yorini iloh darajasiga olib chiqib qo'ygan ayollarga xiyonat qilinadi. Bu eng katta xato. Mutaxassis sifatida bunga fikr bildirishga meni haqqim bor. Menimcha biza halolga halol, haromga harom degan paytda mo'min muslimaligimiz nazarda tutilgandir. O'zi aslida bu ilmga siz aqlingiz yetmasa, aralashib ayollarning aqlini gangitib, ularga berar ma'lumotingiz yo'qligidan bunaqangi tupikka tiqish shart emas deb o'ylayman. Chunki men mutaxassisman, fikr bildirishga haqqim bor va menimcha biz psixologik bilimlar berganimiz yaxshi. Zikr, istig'forni hech kimga ziyoni yo'q, lekin psixologik bilimlar ichiga bularni tiqib, bular orqali pul ishlash mencha xato deb o'ylayman.